Unutilgan Uyg'ur. Tailand qamoqxonasidan chiqqan Sharqiy Turkistonlik mahbus Uyg'ur dindoshlarimizning maktubi. Assalomu alaykum. Dunyoning chekka joylaridagi quyoshning nuridan bahramand bo'lib, yulduzli osmonga qarab, dunyoning cheksiz kengligini his qilib, erkinlikda yashayotgan va yanada vatansiz, o'zini g'arib sanagan muhojiratdagi musulmon dindoshlarim, sizlarga hijolat ila o'zimning haqiqatdan ham ojizligimizni e'tirof etgan holda sizlardan dindoshlik, millatdoshlik, vatandoshlik va yurtdoshlik munosabatlarimizni eslagan holda sizlar tarafingizdan bizlarga yordam qilishingizni yuzlanmoqdaman. Aziz dindoshlarim, biz asli yirtqich hayvon kabi bir ochko'z Xitoyning ishg'olidan qolgan, usti ochiq turma bo'lib, barcha erkinliklar tortib olingan yurtimizdagi zulmdan qutulish uchun suyukli bo'lgan ota-onamizdan ishq tuprog'ida qoldirib, shirindan shakar farzandlarimizni va opa-singillarimizni tashlab, Xitoyning ishg'olida qolgan vatanimizdan o'g'illicha qochib, tog' dengizlarni bosib, ulug'vor g'oya go'zal orzu armon sari zulm ko'rmaydigan osuda hayotni maqsad qilib chiqqan edik. Bizning muhojiratdagi qatlam-qatlam ko'z yoshlar bilan to'lgan ko'z yoshimiz toshlarni eritgudek qayg'uga begunoh mahbus bo'lib qolgan Tailanddagi Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarimiz. Hurmatli muhojiratda yashayotgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur vatandoshlar, Allohga behisob shukrlar bo'lsin-ki, sizlarni bizlarga o'xshab muhojirlikda yoki qattiq zulm tortuvchi qilmasdan Alloh o'z fazli rahmati ila rijollarga yordam qiluvchi, zulmga imkon qadar kurashadigan ojizlar uchun yordam beruvchi qilgan Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Yuqorida biz sizlarga o'zimizning ahvolimizdan qisqacha oshirvormagan, yolg'on qo'shmagan va yashirmagan holda qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Siz azizlarga yanada tushunarli bo'lish uchun imkon qadar sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Afsus, ming afsus, biz zolim kofir Xitoy zaminidan qochib chiqolganimiz bilan vahshiylikda yirtqich hayvondan ham battar ayolligini farqlab bo'lmaydigan gunohlarning eng katta mushrik zolim Xitoylarga g'alcha bo'lib hayot kechirayotgan Tailand qaroqchilariga asirga tushib qoldik. 2014-yilning boshlarida bo'lsa kerak, biz endigina bu Tailand qaroqchilariga asirga tushganimizda bizning sonimiz ko'pchilikni tashkil etar edi. Oramizda ayollar va yosh bolalar ham bor edi. Keyin esa ba'zilarimiz sizlarga o'xshagan vatandoshlarimizning yordami bilan ayrim qarindoshlarimiz qochib qutulishdi. Ammo borgan sayin qochib qutulishlar qiyinlasha boshladi. Chunki muhofaza kuchaytirildi. Bizning bu asrlik davomida 2015-yili zulmatlik qorong'usiga aylandi. Tarixda bo'lmagan zulmlar qadam qo'ya boshladi. Chunki Tailand hukumatı bizdan bo'lgan Uyg'ur vatandoshlarimizdan 145 insonni Xitoy kofir hukumatiga deport qilishdi. Shu qatorda esa ba'zilarimizdan ota-onasiz yetim qolishdi. Ba'zi ayollar tul qoldilar. Ba'zilarimiz esa bir umrlik mahbus bo'lib qoldik. Va yana ba'zi vatandoshlarimiz esa shahid bo'ldilar, inshaalloh. Ammo o'sha qora kunlar hozirgacha davom etmoqda. Bizga o'xshagan orqaga yoki oldiga qayta olmaydigan Uyg'ur qarindoshlarimizni esa Tailand turmasidagi zobitlar bizni qaroqchidek tunashadi. Pullarimizni olib, o'qiyotgan muborak Qur'onlarimizni ham tortib olishadi va aytishadiki,
senlarni shunday qilmasak qochib ketasanlar deb. Va yana bu yerda odatdagidek mahbuslar saqlanadigan har xil mahbus xonalarda saqlab kelinmoqdamiz. Bu jarayonda esa katta kichiklarimizni ham ayamay qiynoqlar qo'llaniladigan usti ochiq mahbus xonalarda bizni qip yalang'och qilgan holda kun sovuq bo'ladimi yoki jazirama issiq kun bo'ladimi, ularga farqi yo'q edi. Bizlarni tuproq va balchiq yerlarida dumalatib va yuzimizga qoramoy surkab qo'yib, bizni tiz cho'ktirtirib qo'yib qiynashar edi va yuzimizga surkalgan moy esa jazirama issiqda yuzlarimizni kuydirar edi. Bu Tailand vahshiy zobitlari esa bizni shu holda qiynashar edi. Va yana boshqa karserdagi mahbus Uyg'urlarni esa xuddi fil kabi oyoq qo'llarini og'ir yarim metr ham kelmaydigan zanjirlarga 2 kishidan qo'l oyoqlarini bog'lab qo'yib qiynashar edi. Bechora mazlum Uyg'ur vatandoshlarimiz esa qo'l oyoqlari ishib ketganidan yurolmay, kechalari uxlolmay dard azobida qiynalib chiqishar edi. Ular bizlarni shunday kaltaklar edilarki, ko'zlarimiz, boshlarimiz yorilib ketib, qattiq zarbadan buyraklarimiz ishlamay qolar edi. Hali ham yodimdan chiqmaydi. 2015-yili Tailand janubidagi qamoqxonalardan birida 80 kishilik zobitlar 5 kishini shunday urishar ediki, kaltak yeyotganlarning orasida esa marhum Bilol qori bor edi. U birodarimiz esa Qur'on hofiz, bulbuldek ovozi bor qori edi. Shu vaqtning o'zida esa birodarimiz Bilol qori qattiq zarbadan qon qusa boshladi. Birodarimiz Bilol qori juda yosh edi. U 3 yillik azobdan so'ng Allohga omonatini topshirdi. U shahid bo'ldi. Inshaalloh. Bu Tailand qamoqxonalarida faqat biz Uyg'ur mahkumlargina qattiq azob ichida yashaymiz. Chunki boshqa mahkumlarga ko'ra bizchalik azoblar qo'llanilmaydi. Yana biz Uyg'urlarni boshqa mahkum jinoyatchilariga qamoqxona nozirlari yomon otliq qilib ko'rsatishadi. Ular shu darajadaki, agar biz kasal bo'lib qolsak, sog'lig'imiz og'irlashib qolsa, bizga qaramay, davolamay it o'rnida ko'rishadilar. Lekin Uyg'ur bo'lmagan mahbus og'irlashib qolsa, darhol tibbiy yordam ko'rsatishadilar. Yana esimda, Uyg'ur bo'lgan vatandoshlarimizdan 4-5 kishi kaltak zarbalaridan oyoq qo'llari singan holda ularning mashinasida qonga belanib yotar edilar. Ular shu darajada qiynalishar ediki, mashina ichidan qonlar oqib turar edi. Dindoshlarim, bunga o'xshagan hodisalarni aytsam, sizlarga kitob bo'lib boradi.